Тема моей магистерской работы была валютная политика регулирования экономики в Узбекистане. В процессе исследования я открыл для себя сумму торгового баланса, также инфляцию за последние 5 лет, уровень безработицы в стране, уровень ВВП страны, инвестиционный климат, ознакомился с ним. Он оказался достаточно положительным для инвесторов, очень даже хорошие условия. Magistrlik dissertatsiya mavzusi bu O'zbekistonda sun'iy intellekt va big data texnologiyalari yordamida axborot internet xizmatlarini sifatini baholash bo'lgandi. Men dissertatsiya davomida shuni aniqladimki, demak hozirgi kunda aynan IT sohasida nafaqat meni mavzum doirasida, balki boshqa ko'plab sohalarda ham hozirgi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari juda ham katta samaradorlik beryapti. O'ylaymanki, boshqa sohalarda ham sun'iy intellektni qo'llash bu o'sha raqamli O'zbekiston, ya'ni 2030 dasturi doirasida ham ko'p qo'llab-quvvatlanadi. Mani magistrlik mavzuyim qo'llab-quvvatlov markaziga kelib tushgan murojaatlarni mashinaviy o'rgatish yordamida avtomatlashtirish. Dissertatsiyani yozish mobaynida qo'llab-quvvatlov markazi va call centerdagi ko'plab muammolarni aniqladik va bu jarayonni qanaqa qilib optimallashtirish mumkin, nima muammolar bor, u muammolarga qanday yechimlar taklif qilish mumkinligi to'g'risida ancha izlanishlar olib borildi va natijada bir nechta yaxshi ilmiy takliflar taqdim etildi. Тем, кто желает поступить на магистратуру, я советую не думать над этим. Я советую вам сразу поступать. Дополнительно поможет вам в реализации себя на своем рабочем месте, потому что сотрудники с более высокой квалификацией всегда ценятся лучше, больше, чем с менее высокой квалификацией. Magistraturada o'qimoqchi bo'lganlarga albatta kelib o'qishlarini tavsiya qilaman. Ustozlar, bu yerdagi rahbarlar barchalari o'qish mobaynida bizni juda yaxshi qo'llab-quvvatlashdi. Bunaqa yaxshi joyda o'qish menimcha hammaga ma'qul keladi. Shuning uchun chin dildan tavsiya qilaman. Men albatta Toshkent xalqaro ta'lim universitetiga magistratura yo'nalishlariga kirishga yoshlarga maslahat beraman. Chunki bu yerda 2 yil davomida o'qib, ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik, bilimlarga ega bo'ldik. Shuningdek, aynan dissertatsiya jarayonlarida ham o'qituvchilar bilan hamkorlikda ko'plab bilimlarga va tadqiqot metodologiyalariga, bilimlarga ega bo'ldik.